Assalomu alaykum, hurmatli ishlab chiqarish rahbarlari. Yaponiyada zavodda ishlaganingizda har doim, har kuni tizimga qiziqqan odam bo'lsa, albatta bir narsa o'rganadi. Bugun ham xuddi shunaqa bilim olish kuniga o'xshash bir kun bo'ldi. Yaponiyada rahbarlar ishchilarning oldida hisobdor hisoblanadi. Xuddi shunaqa ishchilar rahbarning oldida hisobdor bo'lgani kabi kompaniyamizning prezidenti har 3 oyda o'tkaziladigan umumiy hisob majlisi desak to'g'ri bo'ladi o'zbek tilida. Ya'ni ishchilarning oldidagi hisobdorligini, kompaniyadagi holat, umuman kelajakdagi vazifalar, kompaniyani bugungi kungacha bo'lgan daromadi, shu 3 oy davomida qanaqa o'sishga erishdi va nimalarga erishildi, yangiliklar nima bo'ldi, hammasini kompaniya prezidenti tomonidan eshitish ishchiga qanaqadir bir ruhiyat bag'ishlaydi. Oddiy ishchi misolda ko'radigan bo'lsangiz, bu oddiy ishchilarga bunaqa hisobdorlikni ko'rsatish kompaniyaning kelajagiga ham ta'sir qiladi. Bugun ham xuddi shunaqa bizda Zentai Chorei deydi. Yaponiyaning har bitta kompaniyasida bor bu narsa. Ba'zilarda yarim yilda bir marta, ba'zilarda har oyda. Lekin holatga qarab turib, kompaniyaning katta kichikligiga qarab turib o'zgaradi. O'zbekistonda ishlaganimda bu narsani unchalik ko'rmasdim. Tizimga unchalik qiziqmaganligim uchundir o'sha vaqtda, lekin oddiy ishchi sifatida ishlaganligim uchun bu narsani ko'rmaganman umuman. 6 yil, 7 yil faoliyat ko'rsatgan bo'lsam O'zbekistonda bir yilda bir marta u ham bo'lsa bayramda yoki bo'lmasa shu mustaqillik kunidan oldin qanaqadir tadbirlarda, yangi yildan oldin rahbarlar chiqib turib sovg'alar ulashish, ishchilarga rahmat aytish bilan ish tugar edi. Ishchilar kompaniyaning holati haqida umuman ma'lumotga ega bo'lmas edi. Qanaqa holatda kompaniya, qancha daromad topyapti va u o'zini daromadi qanchalik o'sib borayotganligini his qilish uchun ham, kompaniyani daromadiga bog'liqligini his qilish uchun ham bu narsa juda muhim deb o'ylayman. O'zbekistondagi rahbarlarga ham xuddi shu narsani tavsiya qilgan bo'lardim. Bu juda nima deydi? Yaxshi narsa. Ishchilar oddiy ishchi ko'zi bilan qaraganingizda rahbar sizga hisobdor bo'lishi va rahbar sizga har qanday holatda ham kompaniyani oldinga tortib keta oladigan liderligini ko'rsatishi, oddiy ishchi bo'lishingizdan qat'iy nazar kompaniyani daromadida siz o'rningiz qanchalik beqiyosligini ko'rsatish uchun ham bu narsa muhim deb o'ylayman. O'zbekistondagi rahbarlarga ham bir tavsiya qilardim. Imkoni bo'lsa har 3 oyda, yoki bo'lmasam har oyda, yoki bo'lmasam kompaniyaning katta kichikligiga qarab turib ishchilarni hammasini to'plab turib kompaniyaning holati haqida ishchilarga axborot berish kerak deb o'ylayman. Bu narsa yana bir yaxshi tomoni bor. O'zbekistondagi juda ko'pchilik tadbirkor akalar, tadbirkor rahbarlar Yaponiyaga bizga kelishganda ko'p aytishadi, ishchilar ketib qolyapti, ishchilarni ushlab qolish muammo, ishchilarda ozroq muammolar bor. 1 oy 2 oy ishlaydida ozgina ishni o'rganib turib boshqa joyda yaxshiroq taklif bo'lsa, daromad jihatdan deydi, boshqa joyda yaxshiroq taklif bo'lsa ketib qolishadi degan gapni ko'p eshitaman-da. Ba'zi bir rahbarlar bizni holatimizni ko'rib turib, sizlarni nima qildi bu rahbar? Nima uchun sizlar bunaqa jon kuydirib bu rahbarga ishonyapsizlar degan narsani ham aytganlar bo'lgan. Bu ham bo'lsa, kichkina bir element bo'lishi mumkin, lekin juda muhim elementlardan biri hisoblanadi. Kompaniyani kelajagi, kompaniyaga ishonch, hammasi prezident tomonidan aytilsa, sizga ortadi deb o'ylayman. Prezident javobgarligi, prezident hisobdorligi juda muhim narsa. O'zbekistondagi rahbarlar ham bu narsani yo'lga qo'ysa, albatta foydadan xoli bo'lmaydi deb o'ylayman. Faqat foydaga ishlasa kerak.